Shahlo opa ko'pchilik masalan tushunmaydi. Ari o'zi qanaqa qilib organizmga yordam beradi? Mana asalarini zahri tanaga kirdimi, mana arni chaqtirdikmi, birinchi allergik nuqtaga qo'yib bo'lganimizdan keyin davolashga o'tsak, arini zahri birinchi immunitet beradi. Keyin sekin-sekin quvvatni tiklab borib, astalik bilan o'sha allergik tochkami, yoki boshqa kasalliklarni hammasini sekinlik bilan yo'qotib beradi. Agarda bitta allergiyani tuzatib turib, boshqa allergiyani qo'zg'atib yuborishi ham mumkinmi? Yo'q. Allergiyalar hammasi bir xil bo'ladi. Allergik tochkalarga asalarini zahrida davolansa, normalniy effekt oladi unda ham. Yana shunaqa savollar kelganki, homilador ayollar ari chaqtirsa bo'ladimi? Homilador ayollarimizda asalga, ariga allergiyasi bo'lsa, mumkin emas. Agardaki oyoqda shish bo'lib, juda qiynalayotgan bo'lsa, unda arni 3 tadan ziyod bo'lmaydi. Lekin mana tromplar deydi, varikozlar deydi, o'shalarga juda ham yaxshi yordam beradi. Demak, ari chaqtirish homilador ayollarga bezarar hisoblanadi. Bezarar hisoblanadi agardaki ularda shu ari asaldan allergiyasi bo'lmasa.